При переводе всех средств signalizatsiya и связь hech qanaqa signalizatsiya va svязь vositalari ishlamayotgan paytda poyezdlar harakat qanaqa bo'ladi desa, hech qanaqa signalizatsiya va svязь vositalari ishlamayotgan paytda birinchi bo'lib jo'natilishi mumkin bo'lgan poyezd bu signalizatsiya va svязь vositalari o'chmasdan oldin ikkita dejurniy podstansiya kelishuv olyapti bo'lsa, o'sha kelishuv amalga oshiriladi. Agar kelishuv bo'lmaydigan bo'lsa, birinchi bo'lib nechotniy poyezdlar harakat qiladi. Bunda lokomotivniy brigadani qo'liga Du56 blankasi, blank belov sveti, dumya krasniy polosapa deganlar beriladi, o'sha bilan bosaman. Tushunarli bo'ldi? Birinchi poyezd ketgandan keyin перегонный xodga 3 minut qo'shib keyingi poyezd jo'natilishi mumkin bo'ladi. Anaputni uchastkalarida har bir ketayotgan poyezdga Du56 ga qo'shib Du55 izvesheniyasi qo'shib beriladi. Bundan maqsad ikkita dejurniy podstansiyaning o'rtasidagi nimani svязь vasstaniyat qilish. Buni so'rasangiz, yo buni so'rasam buni aytdinglar. Endi sizlardan so'rash mumkin, qanaqa to'ldiriladi desa, birinchisi siz mana shu poyezd yetib borgandan keyin orqasidan yana poyezd jo'nataman. Ikkinchisi menda poyezd yo'q, sendan poyezd kutaman. Mana shu poyezd yetib borgandan keyin menda poyezd yo'q, sendan poyezd kutaman. Uchinchisi menda hech qanaqa poyezd yo'q, sendan poyezd kutaman degan. Tushunarli bo'ldi? Qaysi poyezddan jo'natish mumkin masala desa, vesi oshirilgan bo'lsa, длинасы oshirilgan bo'lsa, соединенный bo'lsa, mashinist одновесов bo'lsa, birinchi klass VM bo'lsa, megavatni kurs bo'ladigan bo'lsa, perigondagi maksimal skorost bilan yura olmasa, pattalka shu bilan jo'nab pattalka shu yo'ldan qaytib kelish ko'zda tutilgan bo'lsa, yoki primikani kirib ketish kerak bo'ladigan bo'lsa, ana o'sha poyezdlarni naqlish mumkin. Qolganlarni jo'nataveradi. Tushunarli bo'ldimi yo'q?